Eski sahifalar, yangi ma'nolar, retro adabiyotlarga nigoh. Vaqt o'tishi bilan kitob varaqlari sarg'aysa-da, undagi fikrlar hech qachon eskirmaydi. Aksincha, har bir yangi avlod klassik asarlardan o'z davrining muammolariga javob topadi. Bugungi tezkor raqamlashgan dunyoda eski sahifalar mutlaqo yangi va kutilmagan ma'nolar kasb etmoqda. O'tgan kunlar retro nigohida asar an'anaviy ma'noda 19-asr o'rtalaridagi Turkiston hayoti, o'sha davrning ijtimoiy-siyosiy manzarasi, an'anaviy sevgi va oilaviy fojiani aks ettiradi. Zamonaviy talqin. Bugungi kunda ushbu asar shaxsiy erkinlik va ijtimoiy bosim o'rtasidagi doimiy ziddiyat timsoli sifatida ko'riladi. Kumush va Otabek obrazi zamonaviy yoshlar uchun shunchaki oshiqlar emas, balki o'z tuyg'ulariga sodiqlik va shaxsiy tanlov huquqi uchun kurashayotgan qahramonlar ramzidir. Dorian Grayning portreti. Retro nigoh. Klassik yondashuvda asar tashqi go'zallik va ichki axloqning o'zaro nisbati, insonning o'z nafsiga qul bo'lishi mavzusi yoritiladi. Zamonaviy talqin. Bugun filtr va plastik operatsiyalar davrida ushbu asar o'ta dolzarb bo'lib, insonning haqiqiy qiyofasi va sun'iy yaratgan obraz o'rtasidagi farqini ko'rsatib beradi. Hozirgi vizual madaniyat faqat tashqi ko'rinishga bo'lgan haddan tashqari e'tibor va ichki madaniyatning yemirilishi jamiyatning eng katta qo'rquvidan biridir. Agar Dorianning portreti uning gunohlarini yashirgan bo'lsa, zamonaviy ijtimoiy tarmoqlardagi ideal profillar ham insonning haqiqiy muammolari va ma'naviy holati yashiruvchi niqob vazifasini o'tamoqda. Sariq devni minib. Retro nigoh. Asarning klassik ma'nosida bosh qahramon Hoshimjonning sarguzashtlari orqali mehnatsevarlik va to'g'ri tarbiya mavzusi yoritilgan. Zamonaviy talqin. Bugungi kunda Hoshimjon sehrli qalpoqchasi bu oson va tez muvaffaqiyatga erishish psixologiyasiga qarshi qaratilgan mukammal satrlar sifatida ko'riladi. Asar Hoshimjonning o'z ustida ishlamay, hamma narsani qalpoqchaga yuklashi, bugungi kunda o'z bilimini oshirish o'rniga faqat sun'iy intellekt yoki tayyor shablonlarga tayanib yashashni salbiy oqibatlarini eslatadi. 100 yil tanholikda, ya'ni sehrli realizmdan raqamli yolg'izlikkacha. Retro nigoh. Agar an'anaviy ma'noda Buendia avlodining sehrli realizm ushbu yozilgan ko'p yillik tarixi, oilaviy fojiasi hikoya qilinadi. Zamonaviy talqinda esa axborot haddan tashqari ko'p, lekin samimiy haqiqiy muloqot kam bo'lgan hozirgi zamon ushbu asar kollektiv tanholik, jamoaviy yolg'izlik tushunchasiga yordam beradi. Insoniyatning bir xil xatolarni qayta takrorlashi bugungi kunda global inqirozga hamohangdir. Rasmda keltirilgandek, biz bir-birimiz bilan Wi-Fi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lgan muloqot bo'lsak-da, ichki dunyoyimizda hamon makonda aholis kabi yakkalanib qolmoqdamiz. Xulosa qilib aytganda, retro adabiyotlar bizga o'tmishni emas, balki o'zimizni yaxshiroq anglashni o'rgatadi. Ular zamonaviy texnologiyalar bera olmaydigan ruhiy chuqurlikni taqdim eta oladi. E'tiboringlar uchun rahmat.